Messi kiritgan mana bu gol rosa aylandi ijtimoiy tarmoqlarda. Ijroga e'tibor bering do'stlar. Haqiqiy shoh asar. Vaqt o'tishi mumkin, lekin daraja, klass o'sha. Ba'zi bir futbolchilar bor, ikkita futbolchi bor, daraja vaqt ta'sir qilmaydi darajaga. Va bilasizmi nima uchun oxirgi paytlarda emas, ayniqsa mana shu goldan keyin juda ko'p eslashyapti Messini. Sababi Messi uncha ko'p ko'rinish bermayapti Amerikaga ketgandan keyin va adashmasam professional futboldagi birinchi o'yinni ham Portuga qarshi amalga oshirgandi debyutini va aynan Portuga gol kirityapti. Va bilasizmi, mana shu o'yindan keyin Portugaliyaning bir kanali Messidan intervyu olgan, ko'ramiz o'zbek tilida. Ronaldo haqida savol berilgan va Messining javobini eshiting. Menimcha Messi bergan javob oxirgi paytlarda o'zi bundan oldin Ronaldo ham Messi haqida ajoyib gapirgandi va Messining ham javobini eshiting do'stlar. Bu ikkisini deb urushib yurganlar Harul aka Hamidov ta'bir bilan aytganda, rostdan ham reallikka umuman to'g'ri kelmaydi. Shu do'stlar, birgalikda ko'ramiz. Vamos. O'ylashimcha, bizning o'rtamizdagi raqobat faqatgina maydonda bo'lgan va bu normal holat. Har birimiz o'z jamoamizga yordam berib, jamoamizdagi eng yaxshisi bo'lishga harakat qilganmiz. Jamoamizga yordam berishimiz kerak paytda o'z ishimizni qilganmiz va tabiiyki, bularning hammasi maydonda qolgan. Va har doimgidek maydondan tashqarida biz oddiy insonlarmiz. Albatta, biz qalin do'stmiz deb ayta olmayman, sababi biz birgalikda vaqt o'tkazmaymiz. Lekin bizda o'zaro hurmat juda yuqori darajada. Men uni va uning faoliyatini juda hurmat qilaman. Uning faoliyati hamon davom etmoqda va u ham top darajada o'ynashda davom etyapti. Va o'ylashimcha, bunday munosabatga hech qanday hayron qolarli joyi yo'q. Menimcha aslida ham hammasi shunday bo'lishi kerak.